barcha assalomu alaykum sizlar bilan bu videoda men yana shu aytgan bola hozir PP qilishni o'rgataman. No haligi TNT portlatgan yerimni olyapman bu videoni. No xo'p, mayli korchi. Birinchi o'rinda sizlarga mana bunaqa armor stand kerak bo'ladi va men buni uyliga asabimga tegani uchun o'ldirdim. No xo'p, mana bola shuni kiydirasizlar diamond armorlarni. Gerçi bag'ni o'zlaringdan kiyasizlar bo'laveradi. I am Steve. Xullas mayli bola. Videodan chalg'amaymiz bola. Sizlar korchi birinchi o'rinda bola buni miyasiga mo'ljallashinglar kerak. Ya'ni har qanday holatda yurganinglarda ham bola miyasiga mo'ljallab urasizlar. Bola buni oyog'iga urmanglar, men tikanyman. U korchi mana bolalar. Ya'ni oyoq kiyim bolalar sizlarni aldiydi. Ya'ni oyoq kiyim sizlarni aldiydi. Qaranglar. Nima qaranglar? Oyoq kiyim sizlarni aldiydi bolalar. Mana bola. Oyoq kiyim aldiydi. Oyoq kiyim semiz turadi, lekin bo'lsa bu oyog'iga tegmaydi. Prosta sizlar kallasiga uringlar yoki ko'krak qafasiga. Birinchisi bu bola kelib turib sakra urish, ya'ni mana. Bak mana shunday qilib urishasiz. Ikkinchisi tik urish, ya'ni tez urish. Tez urayotganda mana bola ko'rishlar mumkinki qilich to'layapti. Qilich to'layotganida urishinglar sizlar unchalik ko'p jon olmaysizlar. Agarda siz sekin uradigan bo'lsanglar, unga ko'p jon olasizlar va birinchidan bo'lib siz sakrab kelasizlar. Birinchidan bo'lib sizlar o'tni orqasiga yashirin olsanglar, sizlarga uron kelib tegishi amri mahol, keyin chiqib turib bitta uraverasizlar mana. Mana bo'ladi. Keyingi maqsadimiz bo'la bu tik urish, ya'ni tikka kelib turib tez urish. Bunda sizlar jon ololmaysizlar. Shuning uchun sizlar yondan uringlar. Ikkinchisi bu, ya'ni tikka kelayotgan joyda sizlar mana bundoq turib yondan urasizlar. No, bu bunchalik sizlarga muvaffaqiyatli bermaydi, chunki u yurib yuborishi mumkin. Ikkinchisi bu tikka borib orqasidan urish. Bu ko'pchilikga ham foyda beravermaydi. Bunday qilib turib urgunlaringga bunday qilsa nima bo'ladi? O'lasizlar-da prosta. Ikkinchisi bu bola hit combo, ya'ni yondan va sakrab, ya'ni yondan sakrab urish. Shunday qilib uriladi. Ikkinchisi bu sakrab urish. Ya'ni sakrab urganda undoq turib jarchalar chiqadi. Shunda bo'lasizlar ko'p jon olasizlar sakrab urgandagina. Agarda sizlar yondan oddiy sekin uradigan bo'lsangiz, unchalik ko'p jon olamaysizlar. Bo'la sakrab turib shunday holat uringlar. Esingizdan chiqmasa uni boshiga urish, tag'in oyog'iga sominglar mana. Mana sominglar oyog'iga. Mana boshiga so'qsanglar, mana bunaqa zarchalar chiqib ketadi. Ikkinchi yondan o'rgatdim. Endi bo'lsa bolalar blok qo'yib turib qo'yish. Hozir bolalar bloklarni oladi, prosta yo'lini yopasizlar. Ya'ni o'yinchini yo'lini yopasizlar mana bundoq turib. Shunda o'yinchiga sizlar yoki yondan zarba beraverasizlar yoki orqadan. Va ikkinchisi bu bola shunchaki shift bilan urish, ya'ni ko'rinmaslik jamlamasini ichib olasizlar, prosta bo'y tomondan urasizlar yoki bir xilda hit combo bilan urasizlar mana turib. Bunaqa sizlarga ko'p sabab beravermaydi. Mana bola men sherigimda, mana sherigim hazillashdim. Hit combo bilan urish, ya'ni combo o'rgatib o'tdim. Endi bo'lsa bu ko'ziga. Bola ikkinchisilar qiladigan ish buni miyasiga точно qarash. Ya'ni atrofga aylaninglar,
aylanayotganlaringlarda ham miyasiga ya'ni bolasizlar survival modidami, kreativ modidami mishkani to'g'ri ushlashni o'rganinglar mana. Shunaqa to'g'ri ushlashni o'rganinglar mana. Men hozir to'g'ri ushlayapman. Xo'p, bola shunaqa qilib turib, sizlar o'yinchiga nima qilsanglar bo'ladi. Mana bola, ya'ni miyasiga qarab turib, miyasiga qaraysizlar. Ikkinchisi bu просто так. Ya'ni sizlar ko'pchilik mana shunaqasiga urib tashlaydi. Bunaqasi emas mana. Hech bir shunaqa machasiga uringlar yoki esinglardan chiqarmanglar. Sakra urayotganda komboylar uni boshiga qaragan bo'lmasligi kerak. Uni ko'krak qismiga qaragan bo'lishi shart mana. Ko'krak qismiga qaraysizlar yoki ishtoniga ham. Va ishtoniga qaragan bu bo'lishi kerak. Tag'in oyoq kiyimiga qarab qo'ymanglar. Bo'lmasa unga kamjon ovorasizlar. Tushib qolaverasizlar shunaqasiga. Ikkinchisi keyingisi bu biror narsa bilan ya'ni deb urasizlar buni deb bo'ladi-yu, ana o'shanga ko'rsizlar bundan shunday chiqib turib urib olishingiz mumkin yoki yondan mana. Shunday qarama-qarshi turgan joyda u sizlarga ura olmaydi, mana bitta mana. Ura olmaydi. Emas, u sizlar bo'lsa yondan urib qolaverasizlar. Unga ko'ramali bu sindirib qolishi mumkin deb turib. Sinmaydigan narsa bo'lsa, omali sizlar uchun foyda bo'ladi. Xullas bola, shu videomiz shundan iborat edi. Bola va to'g'ri qilishni ko'rishinglar mumkin bola. Aytgancha bo'lasizlar, maslahatim orqadan kelayotganda mana bunaqa machasiga yuringlar shunda. Va orqadan kelayotgan joyda mana bunaqasiga urib qolasiz. Bola. Keyingisi bu tog'dan sakrash. Любой balandlikdan tushasizlar, tusha qolasizlar. Bu shamol unchalik ko'p foyda beravermaydi, chunki sizlar qiyshiq machasiga qolishingiz mumkin. Bola, videomiz unchalik foydali bo'ldimi, bo'lmadimi bilmadim-u. No bola, shunchalik qiziqarli video bo'lgani uchun like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Men stream qilaman yaqinda bolalar. Stream uchun ham kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunchaki 50 ta yig'ib beringlar menga. Shunchaki 50 tagina yig'ib beringlar. No bola, hozir White Gamer o'qishda maktabda edi. Shuning uchun men uni chaqira olmadim hozir dedi. Xo'p, shuning uchun mana bolalar. Mana. Men ikkinchi telefonim ham zaryad yo'q qolmaganda, biron odamni chaqirib olay desam, ko'rishlar mumkinki, hozir bo'laman sizlarga unchalik qo'y berib, lekin xullas o'zim o'ynashimni ko'rsatib beraman. Mana, zo'r yo'li. Hazillashdim bolalar. Bilmasdan ko'p urdim. Unchalik mana zo'r urushmayman mana. Xullas, shunaqa turib o'ldirib olsanglar ham bo'laveradi. Barchaga xayr, sizlar bilan aytxon bo'ldi bolalar. Xullas, barchaga xayr, sizlar bilan aytxon bo'ldi. White Gamer. Xayrlash. Barchaga xayr, do'stlar, sizlar bilan aytxon bo'ldi. Nimaga meni nikim aytasan, garang? Nimaga meni nikim aytasan? Kechirasan-da, kechirasan, bilmasdan aytib qo'yibman-ya. Bo'pti, mayli, xayrlash, mana xayrlash olaman. Barchaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan White Gamer bo'ldi. Maza qilib tomosha qilib olgan bo'lsanglar, barchaga xayr, sizlar bilan White Gamer. No, shunaqa turib
serial olmoqchiman. White Gamer. Nimalar boshini kechirmadinglar. Xullas bo'lib barchaga xayr bo'lib o'yin qilmasdan barchaga xayr sizlar bilan aytgan bo'ldi. Sog' omon bo'linglar, kanalga obuna bo'linglar. Stream qilamiz yaqinda. Kanalga obuna bo'l.